bo'lmasa bir fuqaroni oilasiga yordam berdim-ku. Mana bu oilasi tinch, davlatimizdan minnatdor degan o'zimga bir his-tuyg'u uyg'onadi. Kelinim endi hech qayerga ishlay olmaydi-da. Bir joyga ishlayman desa ham menga qarash kerak. Pul topolmaydi. Fuqarolar men borganda xuddi najot kelgandek qabul qiladi. Muammolarimizni, sharoitlarimizni o'rganadi. Sizlarga nima kamchilik bor deb shularni so'raydi. Eng muhimi bizlarda oilamizdan, holimizdan xabar olib turadigan bitta xodim bor endi. Fuqarolar menga ishonch bildiryapti. Prezidentimiz ishonch bildiryapti. Ko'kdala tumani menga ishonch bildirib, mahallam ishonch bildirgandan keyin men uni tashlab keta olmayman. Uyimga yetib kelganiga juda ham xursand bo'lganman. Kechasi ishlaganlarini ko'rganman. Chunki telefon qilgan paytim ishda bo'lgan, xalqqa yordamim tegsin deb xalq uchun yurgan. Bizni qo'llab turgan boshimizda omon bo'lsin prezidentimiz bor. Men ikki tomonlama yutyapman deb o'ylayman. Birinchisidan men oilam uchun daromad olib kelib, menga davlatimiz oylik to'layotgan bo'lsa, ikkinchisi men o'ta savobli ish qilyapman deb o'ylayman-da. Shu kasbimni men sevaman. Yanada vatanim uchun, mana shu elim uchun xizmat qilishdan charchamayman. Sifatli, maqsadli va albatta natijador ijtimoiy xizmatlar olis hududlarda. O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida ijtimoiy xizmat va yordamlar bilan qamrab olingan oilalar soni qariyb 2 millionga yetdi. Sizning masalalaringiz qancha vaqtda hal bo'ldi? Men kelgan vaqtimga 5 daqiqada mana shu xodimlar ishimni hal qilib berdi. Muomalalari yaxshi, kelganingizda yaxshi, ochiq chehra bilan kutib, har bir fuqaroga yaxshi muomalada bo'lib, hammasini ishlari shu joyda hal bo'lyapti. Oldin biz Chiroqchi tumaniga qarar edik. 70 kilometr, 80 kilometr yo'l bosib borardik. Oddiy bir nafaqa yoki bir moddiy yordam to'g'irlash uchun navbatda turardik, soatlab navbat kutardik. Hozir mana 5 daqiqa bo'ldi kelganimga, ishlarim hal bo'ldi mening. Bizning mahallada ijtimoiy xodimlar hozir yaqinda yo'lga qo'yilgan narsalar mana mahalla yettiligi tarafidan hal bo'lyapti. Mahalla yettiligining bizga qilayotgan e'tibori, prezidentimizning e'tibori, mana shu mahalla yettiligini ajratib berganligi sababli bizning har bir ishimiz avvalo mahallada ko'rilyapti. Undan keyin bitmaganini o'zimiz kelishak bo'lsa, mana shu yerga kelib 5 daqiqa mobaynida bitkazib uyga qaytyapmiz. Prezidentimizga rahmat. Mahalla jamiyatning ijtimoiy, huquqiy va ma'naviy tayanchi sifatida aholining turmush darajasini yaxshilash, muammolarni hal etish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda beqiyos rol o'ynaydi. Shu munosabati bilan mahalladagi ijtimoiy xodimlar aholining ehtiyojmand qatlamlari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, kam ta'minlangan oilalar, muhtojlar bilan ishlovchi asosiy mutaxassis sifatida maydonga chiqadi. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Xo'jaobod mahallasi viloyat markazidan qariyb 60 kilometr uzoqlikda joylashgan. Xo'sh, bu yerda ijtimoiy xizmatlar qay darajada yetib kelgan? Bugun shu xususda so'z yuritamiz. Valiyeva Lola Shavkatovna 2024-yil noyabrdan boshlab Ko'kdala tumanining Xo'jaobod mahallasida ijtimoiy xodim sifatida ishlab kelmoqda. 19 ta ijobiy keyslari, ya'ni ijtimoiy ishlari mavjud. Eng katta maqsadi sifatli ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish orqali ehtiyojmand aholi qatlamlarini kamaytirish, oilalar farovonligini ta'minlash. Mening ijtimoiy xodim sifatida asosiy vazifam ijtimoiy ahvoli og'ir, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni aniqlab, ularga ijtimoiy yordamlarni taklif etish va ijtimoiylashuvga yana ham yordam berish deb o'ylayman. Prezidentimizning maqsadlari mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni, orqada qolib ketayotgan fuqarolarni jamiyatga qo'shish. Bizni ham so'rovchilar bor ekan deb fuqarolarimiz hozirgi kunda ijtimoiy himoyani his qilib, bilib
ichki qatlamgacha kirib boryapmiz. Xonadon kirib borganimiz sari ular rahmatlarini aytyapti prezidentimizga. Kunimni ertalab turib, menga biriktirilgan xonadonimga kirib, ularning holidan xabar olib, nima yordamlar kerak, nima o'zgarish bo'lyapti, xabar olishdan boshlayman. So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlar jarayonida mahalla institutida davlat boshqaruvida alohida o'rin egallab, jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi pog'onalardan biriga aylandi. Ayniqsa, Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mahalla tizimi jamiyatning turli sohalari bilan chambarchas bog'langan, fuqarolar muammolarini joyida hal etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar markaziga aylanmoqda. Aholini ijtimoiy muhofaza qilish bilan bog'liq asosiy masalalar esa albatta mahallalarga biriktirilgan ijtimoiy xodimlar orqali amalga oshiriladi. Xodim bu vazifalarni inson ijtimoiy xizmatlar markazlari bilan birgalikda amalga oshiradi. Mana shu ish davomida har xil xonadonlarga kiramiz, ijtimoiy muhtoj yoki har xil qatlamdagi xonadonlarga kirganimizda gohida kech bo'lib ketadi. Kech charchoqlar bo'ladi. O'sha charchoqlarimiz ham kimgadir yordam berib, kimnidir oilasiga bir yorug'lik kiritganimizga ozgina hissa qo'shgandan o'zim ham bir xursand bo'lib, ishimdan yanada bir xursand bo'lib ketgan vaqtlarim juda ko'p bo'ladi. Kimnidir opasi bo'lib, kimnidir singlisi bo'lib, kimnidir qizi bo'lib kirib, o'sha fuqaro bilan suhbatlashib, dardiga ozgina bo'lsa ham yordam bergan holda hissa qo'shganimdan o'zimni ishimni yaxshi ko'rib ketaman. O'sha fuqaroga yordam bera olganimga, ketgan vaqtimga ham achimayman. Xo'jaobod mahalla fuqarolar yig'inida bugungi kunda jami 1088 ta oilalar istiqomat qilib kelmoqda. Shulardan 132 tasi ijtimoiy reyestrga kiritilgan. Shuningdek, mahallada 97 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lib, ularning 24 nafarini voyaga yetmagan bolalar tashkil etadi. Ijtimoiy xodim ko'magida 3 nafar nogironligi bo'lgan bolalar inklyuziv sinflarga yo'naltirildi. Bu esa ularning o'z tengdoshlari bilan birga ta'lim olishlariga katta imkoniyat bo'ldi. O'g'lim Behruzjon mana shu yerda o'qiydi. Mahalladagi ijtimoiy xodim yordamida 3-maktabga joylashtirdik o'g'limizni. Hozir yaxshi, sharoitlari yaxshi. Ancha narsani o'rganyapti. Bolada qiziqish katta. Endi bu yerga yaqinda o'zgarishi yaxshi. Yozishlari uyga borib tayyorgarligi yaxshi. Avvallar qiynalardik. Tumanlarga borardik. Hozir ishimiz mana shu yerlarda bitdi. Mahalla yordamida, ijtimoiy xodimlar yordamida mana qulayliklar bor. Yaxshi, rahmat hammalariga. Robiya opa, bu kishilar assistent qilib biriktirilib yurishlariga, sayohat qilishlariga, ijtimoiy himoya tizimi ochilgandan beri bizlarga e'tibor ancha kuchaydi. Mana yordam pullari olyapmiz. Keyin mana arvacha berildi menga mahalla tomonidan, ijtimoiy himoya tomonidan. Mana hassani berdi. Kelinimni menga qarovchi qilib yollab qo'ydi ijtimoiy himoya. Har doim kelib bizlarning holimizdan xabar olib turadi. Kelini menga qarab hech qayerda ishlay olmaydi. Bir joyga boraman desa, menga qarash kerak. Uyda men mana 4 yildan beri u oldinlari endi imkoniyatim cheklangan, oyoq manam yura olmasam ham, lekin 4 yildan beri endi saraton kasaliga yo'liqdim. Saraton kasaliga yo'liqqandan keyin umuman o'zim bir harakat qila olmayman, bir uzoqlarga yura olmayman, bir o'zimni osh-ovqatimni qilib yeya olmayman, shunday bo'lib qoldim. Prezidentimizga juda katta rahmat deymiz. Bizlarga o'xshagan nogironlarni e'tiborga olib barimizni mana mahalla ijtimoiy himoya ochilgandan beri bizlarni shu imkoniyati cheklangan oilalarga mana bunday kelinlarimizni qarovchi qilib biriktirib qo'ydi. Ijtimoiy xodim tomonidan 15 nafar imkoniyati cheklangan fuqarolarni turli ishlarga joylashtirib, bandligi ta'minlandi. Kam ta'minlangan oilalarning xonadonlariga uyma-uy yurib, qiziqishlari haqida so'rab suhbatlashib, mini loyihalar ishlab chiqildi. Natijada 10 nafarga yaqin fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Men kambag'allar reyestrida turardim. Qiziqishim haqida ijtimoiy xodimlarga gapirgandim. 3-4 ta shogirdlarim bor. Mijozlarim ham yaxshi. Kambag'allikdan chiqishga harakat qilyapmiz. Oilamizga, ro'zg'orimizga ancha yordam bo'lyapti. 5 ta farzandim bor. Ijtimoiy xodim uyimizga keldi, suhbatlashdik. Menga shu takliflarni berdi. Salonchilik, tikuvchilik dedi. Men o'zim salonchilikka qiziqardim. Shuning uchun salonchilikni tanladim. Ikkinchi guruh nogironiman. Mana shu do'konni ijaraga olib ishlataman.
Bu yerda shu kichkinagina oshxonacha. Xo'jayinim ikkalamiz o'ylab ko'rdikda, eng yengil ish shu ekan. Dalaga chiqib ishlaydi desam, sog'lig'im ko'tarmaydi. O'shaning uchun yengilroq deb shu kasbni tanlab shu yerga kelib ishlayapman. Ijtimoiy xodima Lola opamiz. Ish so'radim. Lola opa, men ishlamoqchiman. Menga yengilgina ish topib bering degandim. Keyin o'sha Lola opa menga mana shu do'konni tavsiya qildi. Tez xarob turadi. Sog'liqlarimiz bo'yicha ham. Oilada 4 nafar farzandim bor. Oldin o'zim uy bekasi bo'lganman, oliy ma'lumotliman. Turmush o'rtog'im shofyor. Men ish bilan bo'lganimda bolalarim, ota-onam qarab turishadi, ularga ham rahmat deyman. Bu fuqarolarim menga ishonch bildiryapti. Prezidentimiz ishonch bildiryapti. Mahallam ishonch bildirgandan keyin men uni tashlab keta olmayman. Asta sekinlik bilan tushuntirib boryapmiz. O'zini yordamlari qanaqa, toifalari qanaqa, ularga qanday yordam bera olamiz, ba'zilarga ko'rsata olmaydigan yordamlarimiz bo'ladi. Ularni ham tushuntirib kelyapmiz. Ishonch, imkoniyat, rag'bat, eng muhimi kasbga bo'lgan sadoqat. Prezident siyosatiga kamarbastalik Lola Valiyeva kabi ijtimoiy xodimlarning maqsadlarini yanada katta olishga ilhomlantirmoqda. Mana shu kasbimdan men faxrlanaman. Men ikki tomonlama yutyapman deb o'ylayman. Birinchisidan men oilam uchun daromad olib kelib, menga davlatimiz oylik to'layotgan bo'lsa, ikkinchisi men o'ta savobli ish qilyapman deb o'ylayman-da. Chunki kambag'al oilami, yordamga muhtojimmi, qiynalganimmi, hammasiga yordam ko'rsam, ulardan duolarni olyapman. Shu kasbimni men sevaman. Yanada vatanim uchun, mana shu elim uchun xizmat qilishdan charchamayman.